la 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 la. Voy bu kamerami? Nimaga u pastga yotib chiqadi? Voy, menimcha bu kapotni kamerasi. Hozir olib ko'ramiz. Bu rostdan ham kapotni kamerasi. Yaxshi shu yerda turaversin. Yonadi buni uyga olib borganimiz yaxshi. Voy, eshiklari ham ochiq. Voy, nima bo'lyapti bu yerda? Kapot, kitob ham yozib qoldirilgan. Agar sen kapotni olib ketishni xohlasang, o'rmondagi katta binoga 100 ming izmirud. Nima? 100 ming izmirud hatto qishloqda ham topilmaydi-ku. Mayli, voy, bu qonlar yotibdi. Qani, bu yerda hech kim yo'qmi? U qishlog'imizga kerak, chunki u огородni ko'rib turgandi. Biz nima bo'lsa ham kapotni topishimiz kerak. Qishloqlar, kapot yo'qoldi. 100 ming izmirud kerak, qishloqlar. Keling, bizlar qog'ozga yozib olib, bizlar pul yig'a boshlaymiz kapotni olib chiqish uchun. Jeydilar, qaranglar, kapot yo'qoldi. Uni topish uchun 100 ming olmos kerak ekan. Izmirud demoqchi edim. Nima? Ha, mana ko'ringlar, nima deb yozganini. Yana bizga 3 ta izmirud berilgan ekan. Bu kamera yerda yotgan ekan. Adashmayapsanmi? Yo'q, qara, ishonmasang. Biz avvalo kapotni olib kelishimiz kerak. Qaranglar, bu yerda 100 ming izmirud deyapti. Qanaqasi bu? Jinjalar, hozir sizlarga qog'oz beraman. O'shani hamma yoqqa qistiringlar. Uylarga, stalba, hamma joyiga qistiringlar. Tezroq topishimiz kerak. Hammaga beraman. Mana, hammaga yetadi. Tezroq buni qistiringlar. Tezroq. Biz kapotni topishimiz kerak. Albatta topamiz. Qishloqlar, tezroq. Uni qanaqa qilib topamiz? Bizda 100 ming izmirud yo'q. Hechqisi yo'q. Mana bu qog'ozlarni ilishimiz kerak. Mayli. Hammasini olamiz, hammasini. Tak, bu yerga, mana hammasini yemarib qo'yapmiz do'stlar. Albatta kapotni topishimiz kerak, qayerda bo'lsa ham. Bizlarda 100 ming izmirud topolmayapmiz. Albatta topishimiz kerak do'stlar. Hamma yoqqa tarqatdim. Endi kapot qayerda? To'xtanglar, menga bitta o'yin keldi. Kelinglar, bizlar o'rmondagi o'sha katta binoga borib ko'ramiz. O'sha mana bu kitobda yozilgan ya'ni katta binoga borib ko'ramiz. Yuringlar, hadi ko'ramiz. Biz u yerga pulsiz bo'lsa ham boramiz. Har ehtimolga qarshi yonida qilichni ham olib olganman. Kapotni topamiz. La'nati, jin ursin. Hoy, fake kapot, meni bu yerdan chiqar. Ha, bu yerdan chiqmaysan. Qachonki jitillar menga 1000 izmirudni olib keladi, keyin chiqasan. Ha. Men bilaman, la'nati. Jitillar hozir meni izlab kelyapti. Albatta bu ishing uchun javob berasan. Men bilayapman, jitillar bu yoqqa kelyapti. Ha. Ular qo'lida 1000 izmirud bilan seni olib ketish uchun kelyapti. Agar ular izmirudni olib ketishmasa, sen bu yerda bir umr qolishing mumkin. 1000 izmirud? Nima? Sen jinniroqmisan? Ha, 1000 izmirud. Agar ular 3 kundan keyin kelishmasa, o'zim soxta kompot tariqa sening qishlog'ingda xuddi sening rolingni o'ynayman. Ha. Menimcha, mana o'sha Holm, menimcha shu yerga keldim. Endi faqat kirish joyini topsam bo'lgani. Mana o'sha Holm. Qanaqasiga bu yerga ichga izmirudlar solib qo'yibdi. Bu yerda bino qani? Hechqisi yo'q. Bu yerda eshik ochilarkan do'stlar. Men bilgandim. Menimcha bu kompot olingan joy. Do'stlar, sekin asta kirishimiz kerak. Qani do'stlar, to'xtab turinglar. Men o'zim bilan qilichimni olib kelganman har ehtimolga qarshi. Bu yerda bir narsa albatta kompotni olib chiqaman. Qani sekin bu yerga kiramiz. Qilishni oldik. Bu yerga sekin asta, hop. Sekin. Voy, do'stlar, bu yerda parkur.
Hechqisi yo'q. Men Kapotning videolarini ko'rganimda parkurdan shunaqa qilib o'tardi. Har videosida parkur bo'lardi. Men ham uni ko'rib tayyorlanganman bu yerga. Bu yerga sekin do'stlar, men birinchi marta parkurda o'tayapman. Bu juda ajoyib bo'lar ekan. Endi sekin pastga tushishimiz. Do'stlar, bu yerda tuzoq. Buni tuzoq bor ekan do'stlar, bu yerda qandaydir tuzoq. Ha, tushunarli. Buni olib tashlaymiz. Sekin tushamiz. Sekin. Hozir albatta uni o'ldiraman. Kim o'g'irlab ketgan bo'lsa, bu nimasi? Bu richaklar qaysidir biri eshikni ochadi. Bu yerda qandaydir parol yashiringan. Do'stlar, buni topish kerak. Bu juda qiyin. Hechqisi yo'q. Endi tavakkal. Birin-ketin shunaqa qilib ko'raveramiz. Shunday. Eshik ochildi do'stlar. Va nihoyat. Do'stlar, bu juda qiyin. Endi bu do'stlar, qayerga kelmoqlik? Hechqisi yo'q. Kapot uchun o'tishimiz kerak. U har doim bizni qishloqimizni qutqarib qolgan. Biz ham Kapotni qutqarishimiz kerak. Sekin shunday. Bu yerga hop, ana endi bu yerga o'tishimiz kerak. Hop. Mana do'stlar, voy, u yerda nima qilyapti? Bu yerda Kapot va soxta Kapot. Tushunmayapman do'stlar. Do'stlar, uni o'ldirmoqchi, tezroq borishimiz kerak. Qaranglar, do'stlar, uni qo'lida qilich turibdi. Yo'q, boramiz. Mana senga. Yo'q, Kapotga tegma. Mana senga. Qishloqqa keldingmi? Ha, Kapot, men nihoyat seni topdim. Rahmat, qishloqqa. Hozir eshikni ochaman, to'xtab tur. Mana topdim. Qayerdan topding bizlarni? Bu yana emas. Qishloqqa sening uyingga qog'oz tashlab ketgan ekan. O'shani o'qidim. Katta rahmat, qishloqqa. Senga katta rahmat. Arzimaydi, Kapot, sen ham bizni qishlog'imizni qutqargansan. Senga ham katta rahmat. Kapot, seni mana bu kamerangni yo'ldan topib oldim. Bu sinayotgan ekan. Ha, men o'sha paytda video olayotgandir, kimdir kelib orqamdan qattiq kallamga urdi va shu yerda hushimdan ketib qolgandim va shu yerda uyg'ondim. Ha, Kapot, yaxshimisan? Ha, mana buni o'ldirib yaxshi qilding. Bu soxta Kapot qishloqqa borib meni rolimda o'ynab sizlarni aldab bermoqchi ekan. Ha, lekin kiyimi senga o'xshamas ekan. Uniki qandaydir boshqacharoq. Ha, senga rahmat, qishloqqa. Arzimaydi, Kapot, senga ham rahmat. To'xtab tur, nimaningdir ovozi kelyapti bu yerdan. Hozir qandaydir shitirlagan ovozni eshityapman. Ha, men ham eshitdim. Men politsiya chaqiraman. Xo'p, hozir menimcha bu yoqdan kelyapti. Ochib ko'ramiz. Voy, bu yerda nimadir bor, do'stlar. Voy, do'stlar, bu mina. Agar ustidagi narsani olsak, bu portlab ketishi mumkin, do'stlar. Hozir buni kompyuter ham bor ekan, do'stlar. Hozir kompyuterni olishim kerak. Hozir sekin boramiz. Ustiga narsa toshlarni tashlab qo'yaylik. Bu yerdan bitta oyoq olsang tamom. Tezroq tashlaymiz, tushamiz. Do'stlar, bu juda qiyinchilik bilan o'tdi. Hozir bu olinib ketsa, portlab ketishi mumkin edi. Voy, do'stlar, bu yerda parkur bor ekan. Hech qisi yo'q. Biz o'rganishib ketamiz. Asosiysi chiqsak bo'lgani. Do'stlar, nimaga kompyuterni oldim desa, bu o'zimni kompyuterim va kameram edi. Va nihoyat politsiyachilar. Kapot, politsiyachilar keldi. Okey. Assalomu alaykum. Do'stlar, va nihoyat biz chiqib qoldik va qishloqqa rahmat aytdik. Do'stlar, u qutqarmaganda meni o'ldirmoqchi bo'lib turadi. Senga rahmat. Senga ham rahmat, qishloqqa. Men qishloqning yonida video olayotganimda to'satdan orqamdan kimdir tosh bilan urdi va men hushimdan ketdim. Qarasam, bu yerda uyg'onibman. Assalomu alaykum, politsiyachi. Salom. Bu yerda nima bo'lganini batafsil tushuntirib bera olasanmi? Ha, hozirgina aytayotgandim. Qishloqda video olayotgandim. Orqamdan kimdir tosh bilan urdi va men hushimdan ketdim. Qarasam, bu yerda paydo bo'ldim. Ha, tushunarli. Hozir yaxshimisan? Ha, hozir sal og'rig'i bor, o'tib ketadi. Mayli. Do'stlar, menimcha video o'z nihoyasiga yetdi. Bugun mana shu soxta
Kompotning mash'alidan omon chiqdik desa ham bo'ladi. Albatta videoga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga